Skidkani bunaqasi hali bo'lmagan. Hamma sezon o'tgan mahsulotlarga skidka e'lon qiladigan bo'lsa, bizda sezoni endi kirib kelgan va O'zbekistonda hammamizga juda ham zarur va kerakli bo'lib turgan mahsulotimizga 2 yil kafolatga ega RAF brendiga tegishli 7,5 kW toza tok chiqarib beradigan dvijogimizga katta skidka e'lon qilganmiz. Narxi videoning oxirigacha ko'rib turinglar. Ko'rishlar mumkin. 7,5 kWli dvijogimiz. Bunisini qaranglar. 380 220 xohlasanglar 380 ga ishlaydigan narsalarni ham ishlatsanglar bo'ladi. 220 ni ham ishlatsanglar bo'ladi. Bemalol kalitga burab yursanglar bo'ladi. Undan tashqari masofadan turib pult orqali boshqarsanglar bo'ladi. O'chirib yoqsanglar bo'ladi. Xohlasanglar tortib yurg'izishinglar ham mumkin. Bu benzinga ishlaydi. Soatiga taxminan 800 grammdan 1 litrgacha benzin rasxod qiladi. Balonini qaranglar. Balon ham moshni qo'yilgan, motorlari ham katta motor, mis motkali bo'ladi. 2 yil kafolatga ega. Bemalol yetalab yursanglar bo'ladi, yengilgina bo'ladi. Xo'p, dvijogimizning narxiga keladigan bo'lsak, mana shu 7,5 kWli 2 yil kafolatga ega dvijogimizni 8 milliongacha sotilgan. Hozirgi kunda skidkada 6,5 million so'mdan xarid qilishinglar mumkin. Ulgurib qolinglar, xudo xolisa skidkani bombasi bo'ldi deb o'ylayman. Bemalol pastdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqinglar. O'zbekiston bo'ylab dostavka xizmatlarimiz mavjud.